Assalomu alaykum, Sardor TV kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizdan mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Video обращение azizga bo'ladi. O'zimni shaxsiy adovat uchun 15 tala video chiqarganida bironta atvet bermaganman. Atvet bermoqchi emasman. Bu video обращение birinchisi va oxirgisi bo'ladi. Tojikistonlik qizchamizga ehson o'tkazgan edik. Ehson yig'ayotgan efirlarda ehson ochib, ehson orqasidan hayotini terayotgan juda ham ko'pchilik nogironlarga, qiynalgan insonlarga juda ham qattiq, qo'pol so'zlar bilan TikTokka kirmagan. TikTokdan ehson yig'averdik. Lechkalarimdan yana so'rayapsan deb video обращение qilib, juda ham ko'p nogiron, qiynalgan beva bechora opalarimiz, singillarimiz, ukalarimiz, akalarimizga video обращение bilan chiqqandan keyin, ular unga atvet bilan chiqqandan keyin o'rta joyda pushkada vнимательно Sardor bilan lechkasi yozgan, menga video chiqarmanglar, Sardor aytganini qilyapsizlar deb gapirgan gapingni ko'rib qolganimdan keyin bu videoni qo'yapman. Men nogiron, qiynalgan, beva, bechora, uysiz, kasalman, muhtoj oilalarga yordam ko'rsatgan bo'lsam, Alloh uchun yordam ko'rsatganman. Bularni qiynalgan, boshidan o'tkazgan kunlarini men bilaman. Chunki meni yaqinlarim orasida ham ana shunday nogiron, ana shunday og'riq, ana shunday kasalliklar bilan kurashgan insonlar bo'lgan. Qo'limdan kelgancha men shunday xalqimizning ichidan qiynalgan nogiron, beva, bechora insonlarga yordam berganman, yordam berib kelyapman. Tojikistonlik qizchani gapirganingni, agar haq bo'lib gapirganingni gapirib chiqmaychidim. U qizchaga bir simon pul yordam ko'rsatmagansan. Meni lechkamga yozibdi, meni lechkamdan yordam so'rayapti degan gapingni ham eshitdim. Sendan yordam so'ramagan ekan. Men gaplashib ham ko'rdim. Ali Farishtacha, yana qandaydir opalarimiz, ehsonlar o'tkazgan minglab insonlarimizda video murojaatidan keyin yuragim achigandan gapiryapman. Aziz, birovga foydang tegmaydimi? Foydasi tegayotgan insonlarni ham foydasi tegmayotgan qilma. Senga shaxsiy adovatim yo'q. Nima bo'lgan taqdirda ham, nima bo'lib ketishimizdan qat'iy nazar biza bitta dasturxonda non tuzib, bitta joyda qanchadir umrimizni o'tkazganmiz. Mana shu qiynalgan beva bechoralarni boshini silayotgan hech kim qolmasa ham, mana shu yerda men tirik ekanman, mana shu yerda men nafas olayotgan ekanman. Qiynalgan opalarim uchun, qiynalgan ko'k opa singillarim uchun mana men turaman. Men mana shu yerda nafas olib turgan ekanman. Mana shu insonlarga yordam berishdan men to'xtamayman. Bu ishingni yig'ishtir. O'zing bilasan. Do'stona maslahatim senga. Sendan-ku do'st chiqmaydi. Sendagi do'stim yo'q, davna qo'limda yurganman. Prosta yo'lingda yur, tegishma unaqa beva bechoralarga.